Ba'zilar mahkamasining 194-sonli qaroriga nomuvofiq bo'lgan xatti-harakatlar olib borilmoqda. Qayta hisob-kitob ishlari amalga oshiriladi. Suv yo'q-ku. O'sha narigi tomonda liniya kirgan deyapti-da. Shunday qabmi? Yo'q u yerda liniya. Hamma akani bir hosim bo'lgan edikchi, bu suv yo'q deyapti, suv yo'qmi, bormi bilaylik. Bo'lmasa bir yechimini qilib berishimiz kerak ekan. Sirdaryo viloyati hududiy qurilish hujjat kommunal hudud sohasini nazorat qilish inspeksiya hamda suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati bilan navbatdagi nazorat tadbirimizda Guliston shahrining Baxt suviga qaratdik. Hozir o'rganish davomida ikkita iste'molchi tomonidan ichimlik suvidan o'zboshimchalik bilan noqonuniy ulangan holda foydalanib kelgan holat aniqlandi. Deganinglarda kiringlar. Prosta nima qilasizlar o'zi? Prosta bilaman, biz o'zbeklar bordi. Ya nima qilmang. Hududda o'rganish davomida shu iste'molchilar tomonidan ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish holati aniqlandi. Shu holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 163-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi.